Assalomu alaykum do'stlar. Nake biz atayın mashina ko'rganga kelganmiz. Koreys baykemen suylashib, ba'zini chechishib internetdan sirasi chiqqandachi. Shu vaqt chiqqanlarda. Suylashgan badan $1000 ko'tartirdi-da. Birov chalibchi. Shu eshtaka o'g'illik kezinde olib ketem dedim. Bu yerga koreysga kelib, bo'lg'onni aytib tushuntirsam degan. Koreys tushundu, bash og'rib ketdi. O'sha bani ko'targan odamning nomerini berdi. Nomerini olib chalsaq o'z-o'zi ele tanigan. Yeni yuz ekan. Al men suylashib qayrashdan mashinani suylashingda o'tamiz. Ba'zini ko'tarmay. Koreyada shunday uchurlar ko'p bo'ladi. Bir yuz alayotgan mashinani bir yuz bilmay ba'zini ko'tarib olibdi. Al yeni yuz emas, o'z ustida ele bo'lib, kete ba'zini bilmay ko'tarib olgan uchurlarchi. Qolgan qanday bo'lganini imkide chiqaramiz.